Assalomu alaykum hurmatli va qimmatli bo'lgan insonlar. Mana bugun biz o'sha Chimyon O'ri bozoridamiz. O'sha O'ri bozor butun dunyo bo'yicha, o'sha O'rta Osiyo bo'yicha O'ri bozori bizda Chimyonda nihoyatda narxlar arzon, nihoyatda joy-joyida shularni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana o'sha O'ri bozorida bo'layotgan suyankalar. Mana ketdi. Tomosha qilinglar. Qanchadan bo'lyapti ular narxi gapiring? Narxi 20 ming. Mana bular mablag' 20 ming so'mdan bo'lyapti mana. Pultoshlar mana shular 20 ming so'm. Bunisi kattalar. 22 ming. 20 ming so'm bunisi ekan, 22 ming bunisi ekan mana. Ko'ringlar. Bunisi qanchalik bodaylar? Narxi 23 ming. 22 ming, 20 ming mana bo'lyapti mana. Ko'rsatyapmiz. Mana hozir mana biz mana ko'rsataman mana sizlarga shu o'yinlar shunaqa bo'lyapti. Samarqandga bag'ri chaqiryapti ekan, vaqt yo'q. Nechta bo'lyapti o'yinlar? Bu uyga so'nyapti. O'yinlarmi 10 ming. Mana 10 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Hurmatli o'sha mana Eronda bizni ko'rsatib, Polsha, mana Germaniya, Norvegiyani, Finlandiya mana sizlarga ko'rsatyapmiz o'yinlar narxini mana. 10 ming so'm deyapti. Mana 10 ming so'm deyapti mana. Yaxshi mana toza o'yinlar mana. Mana o'yinlar mana. 10 ming so'mdan bo'lyapti mana ko'ringlar. Qancha bo'lyapti o'yinlaringiz? 15 ming. Mana akam 15 ming deyapti o'yinlarini mana. O'sha bizni chetda kuzatyapti. O 20 ming mana 15. Mana bular 15 ming so'mdan ekan. Mana bunisi 20 ming so'mdan ekan. Bu 20 ming nima farqi bor aka? Bu dona-donaligida. Dona-donaligi. Buni siqmasi ham bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ha, siqmalarga ham bo'ladi. Hozir sizda yo'q albatta. Shuni qatdan topsa bo'ladi siqmasini. Siqmasini bozorda ko'rasiz-da. Ha, hozir bo'ladi. Shuni bo'lyapmiz. Nereye buraya mı alacağız? Toplu adam atıyoruz. Qancha bo'lyapti sho'ringiz? 25 ming. Mana hurmatli yurtdoshlar, mana bizni ko'ryapgan o'sha chetda, o'sha Eron, o'sha davlatlar mana biz ko'rsatyapmiz. Mana ko'ringlar mana shu 20 ming so'mmi? 25 ming so'm bo'lyapti mana. Oq parni nimasi? Siqmasi. 20 dan beryapti. Mana ko'ringlar. Umidimi 15'ten? Mana o'ri, nihoyatda o'ri serob. O'sha mana yurakni dorisi deb shuni aytadi-da, mana yurakni dorisi deb shu. Mana ko'ringlar, yurakni dorisi shuni aytadi. Mana shuni yurakni dorisi deydi mana. Ko'raylar, yurakni dorisi deb shuni aytadi. Shuni ko'rsatib olamiz. Nech pul bo'lyapti abo'ringlaring? 20 ming so'm ekan. Mana 20 ming so'm bo'pti. Mana o'sha Germaniya davlatdan mana so'rayapti, Eron so'rayapti, Finlandiyadan, Amerikadan so'rashyapti. Margalardan bo'ling. Mana o'yinlar, mana sizlar so'rayotgan o'yinlar. Nihoyatda arzon. Yong'oq nech pul bo'ldi? Yong'oq 15 ming kami bor. Qancha buni kami? 12,5 ming qilishyapti. 12 ming, 12,5 ming. 10 ming qilsa ham beraverasizlarmi axir? Yo'q, jicha qo'shib qo'ying, chiqarib qolamiz. 12 ming so'm deyapti. Jida 30 ming kami bor. Shu barga ham mana 36 ming so'mdan bo'lyapti. Hurmatli tomoshabinlar. Buni nech pul? Seyli. Mana 36 ming so'm deyapti mana. Mana ko'ringlar. Mana qo'limiz qimmat. Mana ko'rsatamiz, mana qarang mana. Tozasi, nihoyatda talabga javob beradigan. Shuni tomosha qilayotgan muxlislarimiz shu o'rinlarga shoshilinglar. Chimyonga kelsangiz biz topib beramiz sizlarga.
Qaysi kanaldan chiqadi? So'rgangiz. Said Amir Rustamxon. Said Amir Rustamxon. Bittami? Saytami? Chimyon bozoridan chiqmadi. Chiqaverdi bo'lar. Hamma ko'ryapti-ku. Kimniki bo'linglar? Siznikimi bo'linglar? Yo'q. Bolalar, kimniki bo'ling bu? Bizniki. Nechta bo'lyapti narxi? 33 ming bo'lyapti. Mana 33 ming so'mdan ekan. Bo'ringlar mana. Oldi ichida Tam oq barlar qancha bo'lyapti? Bular 27 ming bo'lyapti. Bo'lyapti deb sanki endi qolmayapti ekan. Qancha bo'ldi? 14 ming qilyapti. 14 ming. 14 ming. Qasini? Alo. Hammasi uni 14 ming so'mdan bo'lyapti. Hurmatli tomoshabinlar. O'sha bizni ko'rgan o'sha Erondan, o'sha Xitoydan hamma yo'q. Rustamxon kanaliga obuna bo'linglar. O'zimiz Langar qishlog'idan Said Amir Rustamxon kanali nomi. Shunga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizga omad. Hop, aka, hop. Nech pul bo'lib to'laylar? O'ringlar. Unisi 15 ming bo'ldi. Mana shu akamiz mana 15 mingdan o'ray deyapti mana. Iloyim. Bu turshlar nech pul bo'lyapti? Shuni 25 ming bo'lyapti. Mana 25 ming so'mdan ekan mana. Biz o'sha Polsha davlatida boshqa Germaniya davlatida kuzatib turganlar sizlarga tashlayapmiz shu nimalarda mana. 15 ming so'mdan. O'rik bozor. Ya o'rdan bo'lib masalan